Buxoroda oxirgi 3 kun ichida 6 marta yer qimirladi. 19-may kuni Tojikistonda yuz bergan zilziladan so'ng 20-maydan boshlab bevosita Buxoro hududida yer silkinishlari ketma-ket kuzatila boshladi. Oxirgi 3 kun ichida viloyatda jami 6 marta zilzila qayd etildi. Asosiy voqealar Jondor tumani va Gazli shaharchasi atrofida sodir bo'lmoqda. Xususan 21-may kuni 2 bor yer qimirlagan bo'lsa, 22-mayning o'zida yana 3 ta kuchli silkinish kuzatildi. Soat 01:32 da 4 magnitudali, 10:15 da 3.8, 10:44 da esa yana 4 magnitudali zilzila qayd etildi. Yer osti silkinishlari Gazlida 3 ball, Peshko'l, Qorako'l va Jondor tumanlarida 2-3 ball atrofida sezildi. Ushbu seysmik faollikning sabablari borasida qiziqarli ilmiy farazlar ilgari surilmoqda. Manbalarga ko'ra, yer betiga yaqin seysmik yoriqlardagi kuchsiz zilzilalarni atmosfera jarayonlari ham chaqirishi mumkin degan nazariya mavjud. Ayni kunlarda Buxoro viloyati orqali tinimsiz nam havo oqimlari kirib kelayotgani, yog'ingarchiliklarning ko'pligi va boshqa g'ayritabiiy atmosfera hodisalari kuzatilayotgani seysmik faollik bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan qarash ham yo'q emas. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu farazlar qanchalik haqiqatga yaqin? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Anhor.uz'ning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini kuzatishda davom eting.